Xo'p, Anvar aka, hozir qaysi obyektimizdamiz? Qaysi filialda? Sertifikat servis malaka oshirish markazini O'rta Chirchiq tumanidagi filialdamiz. O'zi asli filial emas, asosiy bazamiz shu yerda. Kichkina ko'ringan bilan barcha ilmiy muammolarning yechimi, ilmiy bizni tadqiqotlarimiz, izlanishlarimiz, qaysi malaka Yevropa talablariga javob beradi, qaysinisini qo'shimcha qilish kerak, ba'zida qaysi birini olib tashlash kerak degan masalalarda eksperiment qiladigan bu eksperimental bazamiz bu yerda. Va aytib o'tishim kerak, mana shu yerda bitirgan bolalarda 70-80% to'g'ridan to'g'ri ishga joylashyapti. Nafaqat 100%lik nimaga erishyapmiz, sertifikat olishga. ISO 9606 sertifikatini mana shu bitiruvchilar 100% olyapti. Ulardan 70-80% birdan ish beruvchini taklifini olishyapti. Yana 20% yana qandaydir til bilmasligi oqibatida, yana qandaydir bir hayajonda oqibatida tanlovdan o'ta olmagan bo'lsa, keyingi safariga albatta u tanlovdan o'tib ish o'rinlariga mana shu bitirganlar taxminan 100% ish o'riniga ega bo'lishi. Bazamizda 10 ta post tashkil etilgan. 10 ta postdan har birida maqsadga qo'yilgan loyihalar olib boriladi. Bu degani nima degani? 150 dan ortiq payvandlash turlari. Shulardan qaysi biriga ish beruvchi ko'proq qiziqadi, qaysi biriga ozroq qiziqadi. Shunga qarab turib, yana aytaylik, bitta payvandlash turi ham sohalarga qarab turlicha bo'ladi. Masalan, qurilish sohasida boshqacha, nima qayiq, kemalar qurilishi sohasida boshqacha, yana boshqa aytaylik metal konstruksiyalar sohasida boshqacha talab qo'yiladi. Shuning uchun har bitta, hattoki 150 dan ortiq payvand turi bo'lsa ham, har bir turga ham yana sohalarga qarab talablar o'zgaradi. Shuning uchun payvandlar sohasida mutaxassis tayyorlash anchagina murakkab ish. O'sha ishlarda albatta tadqiqot olib borib, yana uni ustiga ish beruvchilar talablari ham kundan kunga o'zgarib boryapti. Materiallar o'zgarib boryapti. Shularga qarab biz moslashib borishimiz kerak. Bitta bir metodikani o'zlashtirib olib, "Yo, bo'ldi, biz mana shu bo'yicha payvandchilar tayyorlayveramiz" deb konveyer qilib chiqarish hozir endi u talabga javob bermaydi. Hozir demak kundan kunga o'zgarib borayotgan talablarda har kuni o'rganib, o'sha talabni qondirishni yo'lini biz topib borishimiz kerak. Shuning uchun mana bu yerda bizdagi asbob uskunalar shunday qilinganki, biz turli rejimlarda, turli sohalarga mo'ljallab payvand rejimini berib, uni eksperiment